Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Arab tilidan 14 darsimizni boshlaymiz. Demak, al-lughatul arabiyyatu ad-darsul rabi' ashara. Bugun mavzuyimiz kishilik almoshlariga, alohida va birikma almoshlariga bag'ishlanadi. Demak, rejamizni ko'rib turibsiz. 3 rejadan iborat. Kishilik almoshlari deganda ma'lum shaxs yoki narsaning nomi bilan almashib keladigan almoshlar kishilik almoshlari deyiladi. Arab tilida ikki xil kishilik almoshlar bor. Holatiga ko'ra ular ikki turga bo'linadi. Demak, alohida yoziluvchi kishilik almoshlari ad-damairul munfasilatu. Demak, bular alohida yoziluvchi kishilik almoshlari hamda so'zga qo'shib yoziluvchi kishilik almoshlari. Biz ularni birikma almoshlari deb ataymiz. الضمائر المتصلة الضمائر المتصلة demak birikma almoshlari alohida yoziluvchi kishilik almoshlari aniq shaxsni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Demak, arab tilida bu almoslar jins va son kategoriyalari. Bu almoslarning jins va son kategoriyalari mavjud. Mustaqil kishilik almoslari, demak, biz ko'rib chiqamiz quyidagilar. Birinchi shaxsda, demak, muzakkar va muannas uchun bir xil shakl ishlatiladi. Ya'ni o'g'il bola ham, qiz bola ham men deganda ana degan so'zni ishlatadi. Endi ana bu o'qilishi va yozilishiga ko'ra biroz farq qiladi. Ya'ni judayam ana deb cho'zish shart emas. Ana. Ikkilikda, demak, biz ko'plikni ishlatamiz. Birinchi shaxs uchun ikkilik yo'q. Demak, ko'plikda nahnu, nahnu. Ana, men, nahnu, biz degan ma'noni beradi. Ikkinchi shaxsda esa endi bizda jins kategoriyalari keladi hamda ikkilik shakllari mavjud. Demak, bu yerda anta, anta, sen o'g'il bolaga nisbatan, anti, sen qiz bolaga nisbatan. Demak, oxiridagi a va i bilan farq qiladi. Anta o'g'il bola, anti qiz bola. Ikkilikda, demak, o'g'il bola uchun ham, qiz bola uchun ham bir xil shakl ishlatamiz. Antuma, 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 antuma. Demak, ko'plik shakl. Sizlar, ya'ni muzakkarda o'g'il bolalar uchun antum ishlatamiz. Sizlar qizlar uchun ham antunna ishlatamiz. Demak, tabiiy sizda savol tug'iladi. O'g'il bola va qiz bola aralash turgandachi qaysi shaklni ishlatamiz? Demak, bunday holatda biz muzakkar shaklni ishlatamiz. Ya'ni antum shaklini. Uchinchi shaxsga o'tamiz. Uchinchi shaxsda muzakkarda, demak, huva. U o'g'il bola huva, huva. Qiz bola, demak, muannasda hiya. Ikkilik shakllari uchun esa bir xil shakl ishlatiladi. Huma, huma. Ko'plikda hum, ya'ni ular o'g'il bolalar. Ko'plik muannasda hunna, ular qiz bolalar. Demak, birinchi shaxs qaytaramiz. Birinchi shaxsda ana, men, nahnu, biz. Ikkinchi shaxs anta muzakkarda, muannasda anti, sen degan ma'noni beradi. Antuma, antuma, sizlar ikkingiz degan ma'noni beradi. Muzakkar va muannas shakllari bir xil. Antum, sizlar o'g'il bolalar, antunna, sizlar qizlar. Uchinchi shaxsga o'tamiz. Huva, u o'g'il bola, hiya, u qiz bola. Demak, muzakkar va muannas uchun u ikkisi degan almoshga biz huma shaklini ishlatamiz. Huma, huma, he yumshoq talaffuz qilinadi. Ular o'g'il bolalar. Ular qizlar. Hunna. Demak, alohida yoziluvchi kishilik almoshlari shunday. Demak, har bitta shaxs va jins shaklini yod olamiz. Hurmatli talabalar, endi birikma almoshlariga o'tadigan bo'lsak, birikma almoshlari egalikni ifoda etadi. Ya'ni mening, sening kabi, ya'ni biror bir buyum sizga yoki kimgadir boshqa kishiga tegishli bo'lsa, ana shunday tegishlilikni bildiradi. Bu almoslar
Jins va son kategoriyalari. Bu almashlarning jins va son kategoriyalari mavjud. Bu almashlarda ham birikma almashlari ism, fe'l, alt ko'makchi va yuklamalarga qo'shilib yoziladi. Shuning uchun ular birikma almashlari deb ataladi. Masalan, fe'llarga qo'shilganda u o'sha fe'llar yo'naltirilgan, demak, shaxslarni bildiradi. Masalan, sa'alani bo'lsa mendan so'radi degan ma'noni beradi. Ya'ni bu yerda fe'llarga qo'shilgandagi shakli fe'llarga qo'shilishi biroz boshqacharoq, ya'ni shakllar o'zgaradi va biz buni fe'llarni o'tganimizda ko'rib chiqamiz. Hozircha demak biz ism hamda ko'makchilarga qo'shiladigan shakllarini ko'rib chiqamiz. Demak, birlikda birinchi shaxsda so'zdan keyin i yoki ya qo'shimchasi qo'shiladi. Bu yerda undosh bilan tugaganda i, unli bilan va ye bilan tugaganda ya shaklini oladi. Ikkilik shakli mavjud emas, ko'plikda esa na shaklini biz so'zdan keyingi qo'shamiz. Ikkinchi shaxs muzakkar, ya'ni ka shakli qo'shiladi. Masalan, siz eng mashhur o'sha so'zni eshitgansiz, ma ismuka, ya'ni isming nima, ismuka degandagi ka shu yerda tegishlilikni, ya'ni ikkinchi shaxs birlikka tegishlilikni bildiradi. Ma ismuki deganda ham shunday. Demak, bu ikkinchi shaxs muannasda ki shaklini oladi. Ikkilikda muzakkar va muannas uchun bir xil kuma shaklini oladi. Hamda ko'plikda kum, muzakkarda kumna, muannasda. Demak, sizlar o'g'il bolalar kum, sizlar qizlar kunna. Siz ikkingiz, demak, o'sha ikkilikda biz ko'rib chiqdik, kuma shaklini oladi. Uchinchi shaxs birlikda hu, ismuhu deganimizda uning ismi oxiriga qo'shamiz u. Demak, ha bu muannas, ya'ni qiz bolaga nisbatan yoki qiz bola, ya'ni muannas shakldagi so'zlarga nisbatan, u ham o'g'il bolaga ham muzakkar shakldagi so'zlarga nisbatan ishlatiladi. Demak, huma bu yerda ham so'z oxiriga qo'shamiz. Bu ikkilikni ifoda etadi. Muzakkar va muannasda bir xil. Ular ikkisining hamda ko'plikda muzakkarda hum, ko'plikda muannasda hunna shaklida keladi. Demak, birikma almashlarni o'ziga xosligi bor. Bu yerda yasash holatlari ko'rib chiqilgan. Demak, birlikda tanvin domma, ya'ni biz oxirida un qo'shimchani tanvin domma deb ataymiz. Tugagan so'zga birikma almosh qo'shilganda undagi tanvin tushib qoladi, ya'ni un qo'shimchasidagi unday tushib qoladi. Va o'zak undoshdan keyin birikma almoshi qo'yiladi. Masalan, kitabun, bu yerda siz qizilda unni belgilanganini ko'rib turibsiz. Unda demak nay tushib qoladi va kitabu shaklida qoladi. Unga biz kani qo'shamiz va kitabuka. Bu yerda sening kitobing, ya'ni sen o'g'il bolaning kitobi. Shuni biz qiz bolaga nisbatan aytsak, kitabuki bo'ladi. Birinchi shaxs birlikda esa istisno holat mavjud. So'z oxiridagi tanvin domma un to'liq tushib qoladi. Masalan, kitabun va unni biz tushirib qoldiramiz. Faqat nayni emas, unni to'liq. Va bunga i'ni qo'yamiz. Chunki b undosh bilan tugayapti. Kitabi, kitabi, mening kitobim. Kitabi, mening kitobim. Ismi, mening ismim. Ya'ni oxiridagi i'ni cho'zganimizda u birinchi shaxs birlikka, ya'ni menga tegishlilikni bildiradi. Uchinchi qoidamiz, birinchi shaxs birlikda so'z cho'ziq unlilar yoki ye tovushi bilan tugaganda ya shaklini oladi. Misol uchun, musiqo. Bu yerda biz birinchi shaxs birikma almoshni qo'shganimizda ya shaklini qo'shamiz, i shaklini emas. Musiqo ya. Demak, musiqo oxiridagi alif maqsura, ya'ni yo yoziladi, cho'ziq a o'qiladi. Unga birinchi shaxs birikma almosh qo'shganimizda ya shaklida qo'shamiz va alif maqsura alifga aylanib ketadi. Musiqoya, mening musiqam. Demak, biz to'rtinchi qoidaga o'tamiz. Ikkilikdagi so'zlar biz bilamiz o'sha ani qo'shimchasi bilan tugaydi. Ani qo'shimchasi bilan tugaganda ularga birikma almoshini qo'shganimizda ni qo'shimchasi tushib qoladi.
Misol uchun muallimani ikkita o'qituvchi. Demak, bularga muallimani, ya'ni qizilda ko'rsatilgan ni tushib qoladi. Muallima shakli qoladi. Unga yani qo'shamiz. Unli bilan tugayotgani uchun. Muallimaya, mening ikkita o'qituvchim. Yana muallimani, bu yerda ikkinchi shaxs muzakkarni qo'shib ko'rsatilgan. Bu yerda ham nini tushirib qoldiramiz. Va muallimaka, sening ikkita o'qituvching. Va nihoyat beshinchi qoidamiz muzakkar to'g'ri ko'plik oxiridagi una qo'shimchasining nasi tushib qoladi va birikma almash vovdan keyin qo'yiladi. Masalan, misol uchun bu yerda biz bilamiz arab tilida to'g'ri va siniq ko'pliklar mavjud. To'g'ri ko'pliklar muzakkar shakli, ya'ni muannas shakliga bu daxldor emas, faqatgina muzakkar shakliga daxldor. Demak, bu yerda muallimuna, muallimuna oxiridagi una, shuni nasi turibdi. Nun va fatha yozilgan. Shuni tushirib qoldiramiz va bunga birikma almoshini qo'shamiz. Muallimuya, muallimuya. Ya'ni muallimu qoldi va bunga yani qo'shamiz. Muallimuya, mening o'qituvchilarim. Yana bir misol, muallimuna. Oxiridagi nani tushirib qoldiramiz va bunga kumni qo'shamiz. Muallimukum, muallimukum. Sizlarning erkak o'qituvchilaringiz, sizlarning o'qituvchilaringiz. Hurmatli talabalar, sizga quyidagi matn taqdim etilyapti. An-nassu, demak, ana talibun va aishu fi baytin sagirin. Men talabaman va bir kichik uyda yashayman. Hada bayti, bu mening uyim. Anta sadiqi, sen mening do'stimsan. Vasmuka Ahmadu, va isming Ahmad. Huwa akhi, u mening akam. Vasmuhu Sami, va uning ismi Sami. G'urfatuhu kabiratun, uning xonasi katta. Hiya ukhti, va kitabuhu va kitabuha ala tawilati, va uning kitobi stolning ustida. Nahnu nuhibbu madrasatana, biz maktabimizni yaxshi ko'ramiz. Va muallimuna tayyibun, va o'qituvchimiz yaxshi. Antum asdiqo antum asdiqouna, sizlar bizning do'stlarimiz. Va buyutukum jamilatun, va sizlarning uylaringiz chiroyli. Hum yazhabuna ila jamiatikum, hum yazhabuna ila jamiatihim kulla yawmin. Ular o'zlarining universitetlariga har kuni boradilar. Hurmatli talabalar, mana shu matnni daftaringizga ko'chirib yozasiz. Demak, bu yerda alohida va birikma almoshlarni ajratib yozib chiqasiz hamda matnga harakatlar qo'yasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, mavzuni mustahkamlash uchun sizga quyidagi savollar taqdim etilgan. Birinchisi, arab tilida kishilik almoshlarining qanday turlari mavjud? Ikkinchisi, birikma almoshlar o'ziga xosliklarini ayting. 7-slayddagi matnni o'qing va almoshlarni ajratib harakatlarni qo'ying. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun va mavzuni kengroq o'rganish uchun siz ekranda taqdim etilgan adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.